Kishida xalqi hammaga ming rahmat. Bugungi Navro'z bayrami bilan hammani tabriklayman. Kelasi yillarga ham Xudo shukrlarga yetkazishni Alloh taolo nasib aylasinlar. Hammamizni xonadonimizga Xudo fayz va fitur barakat ato qilsin. Zamonamiz tinch bo'lsin, podshomiz adolat bersin, vatan tinch, xalq tinch, dunyo tinch bo'lsin. Mana bu yil kishida qishlog'imizda Xudoga shukr ko'p yangiliklar bo'ldi. Mana stadion suv keldik. Hamma xalqimizga ming rahmat. Bergan pullari, qilgan xayrlarni xonistalik Xudo dargohlariga qabul qilsin. Bu yildagi ham shunaqangi yetkazishni Alloh taolo nasib aylasin. Xayr qilganlarni Xudo xayrini qabul qilsin. Bundan ziyoda qilib, xalqdan ziyoda qilib berganlarni hammanglarga ming rahmat birodarlar. Qilgan xizmatingizga hammani rozi bo'linglar. Sho'y kishor baxti barordi bersin. Mana yaqin arada Xudo xolisa hamma safarlar bexatar, sog' salomat bo'lib kelib, ruh arvohlar yo'l bo'lsin. Aziz avliyolar, prezidentlar qo'llasin. Tinch bo'linglar. Bugungi bu yilki kimki qilgan qishloqqa obodonlik boshliq bo'lib, unga hammasiga duo, musafirlardan faqat duo, yoshlar hamma olg'a harakat, xayrda bo'lsanglar, sog' bo'linglar birodarlar. Ming rahmat. Bu Ismoil, Sherbek, Arfot, Asadullo, shu bakalar ming rahmat. Otabek, mana hali jamiyatga xizmat qilasiz. Masalan, hammasiga ming rahmat. Qishloqqa yaxshi obodonchilik bo'ldi. Mana bugun Navro'z. bu yilki bo'lgan yangilarimiz birodarlar. Hammaga rahmat. Bu yilki bo'lgan yangilarimiz birodarlar. Mana qazon nima uchun kerak deganlarga mana qazon osh pishirish kerak. Mana stadionimiz Xudoga shukr, mana suvimiz kelgan, mana qabristonimizda shifo bo'lgan. Bu yilki yangiliklar shu. Hammaga olg'a, sog' bo'linglar birodarlar. O'zbekiston Batesh. Mumali Bobo Batesh. این خاک و این مرزی کهن، این کشور مثل چمن، این خاک و این مرزی